Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugungi uchrashuvimizda murojaat bo'lib tushayotgan sizni firmangiz Bekor Shahlo Eko MCC rahbarisiz. Siz mana bu 312 sonli qaror bo'yicha imtiyozga ariza bergansiz. Asbob uskuna olmoqchi bo'lsangiz 2 yilga Jomboy tumanimiz 2-hududga kirib qo'yganim uchun 22% dan beramiz. Agar aylanma mablag' bo'lsa, muddati 2 yilga bo'ladi. Kreditlash shartini xodimlar tushuntirgan bo'lsa, mana birinchi boshlab 50% kreditni chiqaramiz, keyin o'sha yuklar kelgandan keyin, faktura bergandan keyin qolgan ikkinchi etap hujjatlarni moliyalashtirib chiqarib beriladi. Kredit maqsadli ishlatiladi. Faqat foiz to'laysiz. Shuni hamma hujjatlarni taqdim qilgan bo'lsangiz, sizlar ularni mas'ul xodimlar kredit konvert programmasi orqali kredit dasturiga kiritib, uni Androidlarni ijobiy qaroriga asosan sizga kredit ajratib beramiz.